Imom Buxoriy. Asl ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 810-yil 21-iyulda Buxoroda tug'ilgan. Otasi Ismoil o'z davrining yetuk muhaddislaridan, Malik ibn Alasning shogirdi va yaqinlaridan biri bo'lib, tijorat ishlari bilan shug'ullangan. Onasi taqvodor, diyonatli, oqila ayol edi. Otasi vafot etgach, uning tarbiyasi volidasi zimmasiga tushgan. U 5-6 yoshidan islomiy ilmlarni, Muhammad payg'ambarning hadislarini o'rganishga va yodlashga kirishadi. Taniqli muhaddislar Al-Dohili, Muhammad ibn Salom al-Poykondi, Muhammad ibn Yusuf al-Poykondi, Abdulloh ibn Muhammad al-Masnadi va boshqalardan saboq olgan. Azaldan muhaddislar safarga chiqishdan oldin o'z yurtidagi roviylardan birorta ham hadis qoldirmasdan yozib olgan bo'lishi va shundan keyingina boshqa shahar yoki mamlakatga safarga otlanishi mumkin edi. Buxoriy 16 yoshga yetguncha o'z yurtidagi mashoyixlardan hadis eshitib, yozib olib, xalifalikning turli viloyatlari tomon yo'l oladi. 825-yil Buxoriy onasi va akasi Ahmad bilan Makka ga kelib, haj ibodatini ado etadi. Onasi va akasini Buxoroga qaytarib, o'zi Makka da qoladi. Bu yerda faoliyat ko'rsatayotgan mashoyixlarning ilmiy yig'inida qatnashadi. 827-yil Madinaga boradi. Madinadagi mashhur ulamolardan Ibrohim ibn al-Munzir, Mutrif ibn Abdulloh, Ibrohim ibn Hamza va boshqalar bilan muloqotda bo'lib, ulardan hadislar bo'yicha saboq oladi. Bu vaqtda Muhammad payg'ambarning sahobalari, sahobalarning izdoshlari turli mamlakatga tarqab ketgan edilar. Shunday sharoitda Muhammad payg'ambarning hadislarini to'plash, turli shahar va mamlakatlarga borishni taqozo qilar edi. Bir necha tarixchilarning ta'kidlashicha, Buxoriy Hijoz, Makka, Madina, Toyif, Jiddaga qilgan rihlati 6 yil davom etgan. So'ng Basra, Kufa va Bag'dodga safar qiladi. Shom va Misrga o'tadi. Bundan tashqari Xuroson, Marv, Balx, Hirot, Nishopur, Ray, Jibol kabi shaharlarda bo'lib, bu shaharlardagi olimlardan saboq oldi va hadislar to'pladi. Xorijiy yurtlardagi safardan keyin Buxoroga qaytgach, hadis ilmini targ'ib etishga kirishadi. Ul zotning bu sa'yi ko'chishlari bu vaqtda Buxoroda isbotlandi. Bu asar Hindiston va Qohirada chop etilgan. Buxoriy yaratgan kitob Al-Favoid, foydali ashyolar haqida kitob, Al-Jomi al-Kabir, katta tayanch, Xalq afvol al-Bod, Alloh bandalari ishlarining tabiati, Al-Musnad al-Kabir, katta tayanch, At-Tafsir al-Kabir, katta tafsir, Kitob al-Hiba, xayr ehson haqida kitob va boshqalar asarlarning ba'zilari bizgacha yetib kelmagan. Ba'zilari jahonning turli mamlakatlari kutubxonalarida saqlanayotganligi haqida ma'lumotlar bor. Buxoriyning boshqa asarlari orasida Tafsir al-Qur'on, Qur'on tafsiri kitobini ham alohida ta'kidlash kerak. Buxoriy asarlari musulmon dunyosining barcha madrasa va dorul fununlarda Muhammad payg'ambar sunnatlari bo'yicha asosiy darslik qo'llanma hisoblanadi. Jamoat arboblari, olimi, ulamolar va din peshvolari Buxoriy asarlariga tayanib ish tutadilar. O'zbekistonda Buxoriyning xotirasi munosib tarzda abadiylashtirilgan. Alloma abadiy qo'nim topgan Chelak tumanidagi Hartang qishlog'ida ulkan yodgorlik majmui ochildi. Toshkent Islom institutiga Buxoriy nomi berilgan. Buxoriyning hayoti va ijodiga bag'ishlab bir necha tillarda kitob, albom, 2 qismli film, Hadis ilmining sultoni nomli 4 qismli kino qissa yaratilgan.